Leksiyelerimizin davamlaştırmamız vatandaşı. Bugünkü ise 2021 yıl keçirinler. 8. ayının 10. günü haftaga seyşembe. Şundak dedik, tarqilish surati yoki o'limga elib boradigan önüme zor derecede eşip boradigan ahir zaman o'zgaruvchan bir shakli yaqin arada o'ttirg'i chiqadi. Bundaq ahvol ostida Janubiy Amerikada aralab yurgan damoda o'zgaruvchan virus davomchilari Amerikada tarqalishga boshladi. Mutaxassislarning jiddiylashishini va diqqat qilishini keltirib chiqardi. Chunki bu virus har qaysi vaqtda o'zliksiz shakl o'zgartirdi. Amerikada qimmatli xabarlar, axborot xabarlari Newsweek xabar qilib bundoq ko'rsatdi. Pan tadqiqot olimlari kelar qatam o'ttirg'i chiqadigan yuqumli virusdan ansirashga boshladi. Xabarda bundoq ko'rsatildi. Bu xil yuqumli virusning tarqalish iqtidori va o'limga elib kelishi intayin kuchli. Olimlar bu yuqumli virusga oxir zaman, ya'ni inglizcada doomsday deydi ekan, oxir zaman yuqumli virusi deb ism qo'ydi. Newsweek bundoq ko'rsatdi. Olimlar oxir zaman virusi darhol o'ttirg'i chiqadi deb hisobladi. Bundan burun yangi yuqumli virusga sal qaralgan edi. Bundoq virusga muomala qilish pozitsiyasi hozir o'zgarmoqda. Yangi yuqumli virus o'pka yollig'ining manbai hisoblangan jungo Wuhan yuqumli virus tadqiqot o'rni mudir bo'lib ishlagan Shi Jinli mundaq ko'rsatdi. Yangi yuqumli virus yo'qolib ketmaydi. U o'tgan hafta Janubning Sahari gazetining ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Yuqumlangan kishilar ko'p bo'lgan sari yuqumli virusning tarqalishi yo'q bo'ladi. Yangi o'zgargan shakllari o'zliksiz o'ttirg'i chiqadi. Yangi yuqumli virus yo'qolib ketmaydi. Biz uning bilan birga yashashni o'rganib olishimiz kerak. Amerika siyosat matbuoti Capitol Hill jurnalda bu to'g'rida xabar qilib, mundaq ko'rsatdi. Gazetada mundaq ko'rsatdi. Seshnama olamga porkatgan Wuhan yuqumli tadqiqot o'rnidan texmi ko'p shakli o'zgargan viruslar o'ttirg'i chiqdi. Demak, Xitoy hukumati Wuhanda bu tadqiqotni to'xtatgani yo'q. Yana dunyoga virus tarqatishni to'xtatgani yo'q. Qanday tushunasiz, hurmatli vatandoshlar? Bu Xitoyning nochiligimi yoki yana boshqa bir sir sabablar bormi? Vatandoshim, o'ylab ko'ring. O'ylab ko'ring. Mana bu yerda debdi, mana Newsweek yo'q. Capitol Hill. Amerika Davlat Majlisining gazeti. Shunda debdi-ku mana, seshnoma olamga porkatgan Wuhan yuqumli tadqiqot o'rnidan texmi ko'p shakllik o'zgargan virus o'ttirg'i chiqadi. Demak, yana qo'yib berdi degan gap. O'tganda shunday gapni senator Marco Rubio bir qatam tilga olgan edi. Vaksina emlash 90% ko'tarilishi kerak. Washington pochtasi gazeti mundaq ko'rsatdi. Insoniyat shakli o'zgarib turadigan yuqumli virusdan g'alaba qilishni o'ylaydi ekan, undaqda vaksina emlashni 90% ga ko'tarish kerak. Bundan burun tadqiqotlar oshkorildiki, vaksina emlash 70-80% ga yetadiganlar bo'lsa, yuqumli virusning tarqalishini cheklagili bo'ladi deyilgan. Orqadilla shakli o'zgargan virus o'ttirg'i chiqadigan bo'lsa, agar uning yuqumli virusning tarqalishini cheklashni o'ylaydigan bo'lsak, vaksina emlash nishonini yuqori ko'tarishimiz lozim. Navbatda Amerikada vaksina emlagan kishilarning nisbati
50%'den aşmaydı. 8. ay kirgenden keyin Amerikada vaksina emleydigan kişiler her günü 100 mingdan eşip bandı. Hürmetlik vatandaş. BDH doğrusidagi leksiyan tahlil qilishimiz kerak edi. Atogin BDH'si oxirlashidi. Shuni qarab o'ltirib, ondan muhokama qilaylik vatandoshlar.